Assalomu alaykum. Bugun oshxonamizda tovada pishiriladigan va 10 minutda tayyor bo'ladigan pitsa. Buning uchun bizga 2 ta tuxum, 2 osh qoshiq qatiq, yarim choy qoshiq tuz va yarim choy qoshiq rizli til, 3 osh qoshiq un, 100 gramm sir, 2 osh qoshiq tomat sousi yoki maxsus pitsa sousi. Topping hammani o'zini xohishiga qarab, hozir men pomidor, olivka, qo'zg'orin va sosiska solyapman. Hamma xohlaganicha sosa bo'ladi. Birinchi ishimiz tog'orachaga 2 ta tuxumni solib, ustidan 2 osh qoshiq qatiq qo'shamiz. Keyin yarim choy qoshiq razli til, yarim choy qoshiq tuzni solib aralashtirib olamiz. 3 osh qoshiq unni ozginadan solib, yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Ozgina kashaga o'xshagan quyuqroq massa bo'ladi. Endi bu yerda tovani ozgina qizdirib olib, 1 osh qoshiqcha yog' qo'shamiz. Yaxshilab tagiga surib olamiz, tagiga yopishmasligi uchun. Keyin olovni pasaytirgan holatda xamirni solamiz. Chunki xamir solgandan keyin qo'l bilan uni tekislashimiz kerak. Shuning uchun olov past bo'lishi kerak. Endi olovni o'rtacha qilamiz. Teshuvchalar paydo bo'lguncha ustini yopmasdan poylaymiz. Faqat olov baland bo'lib ketish kerak emas, bo'lmasa ichlari pishmay qoladi, pastroq bo'lishi kerak. 2-3 minut shunaqa holatda turgandan keyin sekin uni orqa tarafini o'girib olamiz. Men pishirayotgan tova 26 santimetrli. Endi buni ustidan sousimizni surib chiqamiz. Sous faqat 2 osh qoshiqdan ko'p qo'shish kerak emas, bo'kib qoladi, kamroq surish kerak. Endi 100 gramm qirishdan chiqarilgan sirni yarmidan ko'pini hozir sepamiz teg tarafiga. Ozginasini olib qo'yamiz eng ustiga sepish uchun. Keyin qo'ygan narsalarni solib chiqamiz, orasini ochiqroq qilib ketma-ket. Hamma nima o'zi solishi xohlasa, o'shani solsa bo'ladi. Hozir tovani tagi pastroq yoqib turibdi. Narsalarni solayotganda ham yoqib turadi. Hamma narsani solib bo'lganimizdan keyin oxirida boya olib qo'ygan qirishdan chiqarilgan sirimizni sepib olamiz. Keyin ustini yopib, past olovda 5 minut dimlanadi. Ustidagi sirlari yaxshilab bo'lgandan keyin sekin tovadan olamiz. Issiqligida kesib dasturxonga tortamiz. Hammaga yoqimli ishtaha. Keyingi videolargacha salomat bo'linglar.